bizani birinchi intervyuimiz. O'shanga sal xatolar bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Yana bir marta qanaqa qilib VFX ga qiziqishim paydo bo'lgan. Star Wars'dagi uchadigan unaqa samolyotlarni, qiruvchi samolyotlarni rasmi chiqardi. Ayniqsa o'sha payt endi Instagram endi kontentlar qilish juda ham rivojlangan payt. Oxiri ichida nimadir uyg'onadi. Endi men bu payt 3ds Max'ni endi boshlagan bola 3dd.ru ga qo'yib sotmoqchi bo'lgan. Va Epic Games ularni sotib olgan edi. Men unaqa motion grafikaga uncha qiziqmasdim. Nimadir bo'lgan bo'lsa kerak, hech kim menga aloqaga chiqmagan. Keyin Let's Animate darsligini ham tashlab berishgan gruppada juda ham dahshat, juda ham zo'r ustozlar. Menga After Effects yoqmasdi. Roshan akam bilan tanishtirganlar va aynan o'sha payt Uch qahramon filmining oxirgi fazalari ketayotgan edi. Shunaqangi oddiyki, hattoki 1 sekunddan emas. Shu Uch qahramon meni birinchi kinoyim bo'lgan borishim bilan. Sun'iy intellektni ham ishlata oladigan odam kerak va sizni o'rningizga juda ham boshqa odam topishligi mumkin. O'zbekistonda bu soha rivojlanadi. Rahmat.